Assalomu alaykum detektiv ixlosmandlari. Siz Huquq va burch jurnali taqdim etayotgan detektiv audio ruknidasiz. Hozir siz tinglaydigan hikoya Amerika yozuvchisi, ko'plab detektiv asarlar muallifi Lawrence Block qalamiga mansub tarjimon Shavkat Yodgorov. O'lgisi kelgan odam. Mashina shaharni ikkiga ajratib turgan daryo ustidagi ko'prikning qoq o'rtasida to'xtadi. Politsiyachi Jonson avvaliga unga e'tibor bermadi, ammo mashinadan tushgan baland bo'yli kishini ko'rishi bilan hushyor tortdi. Jonson bu yerda birinchi bor pospolik qilayotgani yo'q. Mash'um ko'prik sevishganlar u xayolparastlar qatori o'z joniga qasd qilish istagidagilarni ham o'ziga jalb etishini juda yaxshi bilardi. Anavi odam avval atrofga diqqat bilan razm solib, so'ng shoshilmasdan ko'prik panjarasiga yaqinlashdi. Uning panjaraga osilayotganini ko'rgan Jonson sekin so'kinib olib, u tomonga qarab yugurdi. Ajoyib tun, shunday emasmi? Dedi politsiyachi uning qadam tovushlarini eshitib, ko'prik panjarasidan qo'lni olgan kishiga salom ham bermay. Tabiatdan bahra olyapsizmi deyman? Sizni tushunaman. Janob, agar vazifamni bajarayotgan bo'lmaganimda, men ham hozir sevgi yoki shunga o'xshashroq tuyg'ular haqida o'ylayotgan bo'lardim. Joniga qasd qilmoqchi bo'lgan kishi bunaqa bema'ni gaplarga xushi yo'qligini bildirmoqchi bo'lganday yelka qisib qo'ya qoldi. So'ng sigaret tutatdi. Sizni ko'rdim-u, biroz gurung qilamiz deb kelaverdim. Bilasizmi, odam bir o'zini yomon zerikadi. Bu yerdan atrof ajoyib ko'rinadi, to'g'rimi? Hozir bu mening ko'nglimga sig'maydi. Og'ir xo'rsindi novcha kishi, sigaret kulini suvga qoqqancha. Jonson e'tibor bermagan ekan. Uning qoshlari juda quyuq edi. Ayni damda men boshqa narsani qanday qilib oson va qiynalmasdan o'lim topishni o'ylayapman. Bekor qilasiz. Qancha og'ir bo'lmasin, yashash kerak. Hayotda hech narsani oldindan ko'rib bo'lmaydi. Kim biladi, ehtimol ertaga omadingiz chopib, hamma narsa yaxshi tomonga o'zgarib ketar. Notanish novcha suvga tikilib uzoq jim qoldi. So'ng sigaret qoldig'ini daryoga uloqtirib, politsiyachiga qo'lni uzatdi. Ismim Edward Wright. Ancha-muncha ko'ngilsizliklarni boshdan kechiribsiz, chovi. Ha, shunaqa. Xotinim olamdan o'tgach, hayotim ag'dar-to'ntar bo'lib, ishlarim ham chappasiga ketyapti. Uni juda ham yaxshi ko'rardim. Usiz yashagim kelmay qoldi. Bunday demang. Odam hamma narsaga ko'nikadi, janob Wright. Hatto yolg'izlikka ham. Yaxshisi uyingizga borib uxlang. Kechasi yotib o'yla, ertalab turib so'yla degan gap bor. Mana ko'rasiz, to'yib uxlasangiz, ertaga hammasi iziga tushib ketayotganini ko'rasiz. Siz shunga rostdan ishonasizmi? Albatta. To'g'ri, bu dunyoda yashashning o'zi mashaqqat. Hamisha shunday bo'lgan. Lekin na iloj. Daryo tubi mana shu hayotingizdan sira ham yaxshi emas. Gapimga ishlayvering. Wright uzoq o'ylanib, so'ng indamay mashinasiga qarab yo'l oldi. Jonson uning orqasidan ancha vaqt qarab turdi. So'ng yon daftarini olib yozib qo'ydi. Edward Wright, baland bo'yli, quyuq qoshli kishi. Xotini o'lgan, ko'prikdan o'zini tashlamoqchi bo'ldi. Psixiatr Bob Smithning qiyofasi ko'pchiligimizning bolalik tasavvurimizdagi doktor obraziga juda mos kelardi. O'z o'y-xayollari bilan ovora doktor navbatdagi mijozini tinglar ekan, soqolini tutamlagan kuyi o'ychan boshini irg'ab qo'yardi. Hayotimda ma'ni qolmadi. Shikoyat qilishda davom etardi novcha, quyuq qoshli bemor. Kecha ko'prikdan o'zimni tashlashimga sal qoldi. Nima to'xtatib qoldi sizni? Beparvogina so'radi doktor. Bemorlarning bema'ni tushlar haqidagi har kungi hikoyalari uning g'ashini keltirardi. Meni politsiyachi to'xtatib qoldi. Uning aytishicha, vaziyatdan chiqish yo'li bu emasmish. Yana o'z xayollariga berilgan Bob Smith mijozining gapidan hushyor tortdi. Doktor, mening oshqozonimni yuvish kerak. Bu yana nimaga kerak? Qabulingizga kelishdan oldin bir quti uyqu dori ichib yuborgan edim. 20 tadan kam emasdi-yu. Chuqur uf tortib, o'rnidan turgan Smith boshini chayqagancha asbob uskunalarni olish uchun qo'shni xonaga yo'l oldi. Oshqozonni yuvish muolajasi ancha og'ir kechgan bo'lsa-da, bemorning baxtiga uyqudori hali qonga so'rilib ulgurmagan ekan. U muqarrar o'limdan asrab qolindi. Hali yashaysiz. Rahmat, doktor. Rahmatni qo'ya turing. Siz haqqingizda politsiyaga xabar berib qo'ymasam bo'lmaydiganga o'xshaydi. Ajoyib to'pponcha. O'z molini maqtay boshladi sotuvchi. Albatta, agar istasangiz sizga bundan ham zo'rini topib berishim mumkin. Ammo unaqasining narxi ham qimmatroq bo'ladi. Rahmat, menga shu ham bo'laveradi. Menga yana bir quti o'q ham kerak. Albatta. Dedi qurol aslaha do'koni egasi xaridorlarni qayd qilish jurnalini ola turib.
Janob Wright, mana unga ism familiyangizni yozib, imzo qo'yishingiz kerak. To'g'ri, bu ba'zi birovlarga yoqmaydi, ammo nachora, qoidasi shunaqa. Kechki soat 9larda Edward Wrightning eshigi taqilladi. Wright eshikka yaqinlashib, uning ko'zchasidan mo'raladi. Mehmonni tanib, eshikni ochdi. Kel, Mark. Ichkariga taklif qildi uy egasi. Uni sen o'ldirding, Ed. Dedi mehmon salomlashish o'rniga uning qorniga to'pponcha tirab. U sen bilan tinchgina ajrashmoqchi edi, sen esa uni o'ldirding. Esing joyidami seni? Dedi shoshib qolgan Wright. Hammasini juda ham puxta bajargansan. Qotillik baxtsiz hodisaday tuyulib, politsiya hech narsadan shubhalanmadi-ya. Buni qanday uddalading, Edward? Dedi ko'zini to'pponchadan uzmay Edward Wright. Men uni urdim. Boshiga urdim. Bir necha marta urdim. Keyin zinadan dumalatib yubordim. Politsiyaga borib ovora bo'lma. Baribir senga hech kim ishonmaydi. Baribir isbotlab bera olmaysan. Politsiyaga boraman deb kim aytdi senga? Men umuman boshqa narsani o'ylab qo'yganman. Stolga o'tir. Qog'oz qalam ol-da. Bunday azoblarga boshqa chiday olmayman. Bu safar hayotdan ketish uchun o'zimda kuch topa oldim deb yoz. Ha, shunday deb yozasan. O'lim oldi xating ishonarliroq chiqadi. Mark to'pponcha o'qtalib Edwardni stol tomonga undadi. Imzo qo'yishni ham unutma, haromzoda. Men buni yozmayman. Yozasan, Edward, yozasan. Mehmon to'pponchani uning gardaniga tiradi. Qutulib keta olmaysan, Mark. Suvdan quruq chiqaman deb o'ylama. Baribir qo'lga tushib osilasan. Nima uchun? Sen o'z joningga qasd qilganing uchunmi? Men bu bema'ni xatni yozganim bilan hech kim o'zimni o'ldirganimga ishonmaydi. Mehmon to'pponcha tepkisini ko'targanini ko'rgan Edward Wright yozishdan boshqa chorasi yo'qligini tushundi va chuqur xo'rsinish bilan stolga o'tirdi. U Mark aytganday qilib yozib imzo qo'ydi. Endi menga qara, Edward. Qog'ozdan boshini ko'targan Wright seskanib ketdi. Uning ro'parasida umuman boshqa odam turardi. Boshiga parik kiygan, ko'zlari ustida qalin qosh yopishtirilgan bu nusxa kimgadir juda o'xshardi. Topchi, men hozir kimga o'xshadim? Nahotki tanimading? Senga o'xshab qoldim, Edward. Senga. Albatta, biz egzakmasmiz, lekin bo'y-bastimiz bilan juda o'xshab ketamiz. O'zingni men qilib ko'rsatib yurgan ekansan-da. Nihoyat yetib bordimi? Oxirgi kunlar ichida nimalar bilan band bo'lganingni bilsang, bundan battar hayratga tushasan. O'tgan kuni masalan, ko'prikdan o'zingni tashlashga bir baxiya qoldi. Hayotingni hushyor politsiyasi saqlab qoldi. U bo'lmaganida allaqachon o'lib ketgan bo'larding. Kecha esa ko'proq uyqu dori ichib yuborganing uchun bir doktor sening oshqozoningni yuvishiga to'g'ri keldi. Bir soatcha oldin sen to'pponcha sotib olding, hatto u yerdagi jurnalga imzo ham qo'yib yubording. Qisqasi, oxirgi 2 kun ichida sen shahardagi o'z joniga qasd qilmoqchi bo'lganlarning eng ashaddiysiga aylanding. Do'stlarimchi, ishxonadagi hamkasblarimchi, ular bunga ishonishmaydi? Adashasan, qadrdonim. Bilib qo'y, kimdir jonga qasd qilsa, do'stlari ham, hamkasblari ham darrov uning keyingi paytlarda g'alatiroq bo'lib qolgani haqida eslab qolishadi. Aniq bilaman, xotining o'lgandan keyin go'yoki chuqur qayg'uga botgan odamning rolini o'ynagansan. Sening tushkun ahvolda yurganingni tasdiqlash uchun qasam ichishga tayyor odamlar topilishi aniq. Endi alvido, Edward. Shu so'zlarni ayta turib u to'pponchani Edward Wrightning chakkasiga tirab, tepkini bosib yubordi. Singlisining qotilini saramjonlagan Mark to'pponchadagi barmoq izlarini artib tashladi va qurolni Edwardning qo'liga ushlatib qo'ydi. So'ng uning hamyonini olib, psixiatrning tashrif qog'ozi va to'pponcha sotib olingani haqidagi kvitansiyani solib qo'ydi. Uni o'ldirib katta xato qilding, Ed. Sen uni hech qachon sevmagansan. Tinchgina ketishiga yo'l berishing kerak edi. Detektiv Audio Adolat Milliy huquqiy axborot markazi multimedia bo'limi tomonidan tayyorlandi. Ovozlashtirish guruhi: Surayyo Ablaqulova, Avazxon G'ofurov, Erkin Yunusov, Salohiddin Husniddinov, Dadajon Foziljonov, Ahmadjon Odilov, Madhiya Avazova, Sardor Isroilov, Xurshid Sultonov.